Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-uka va opa-singillar. Bugun men sizlardan juda og'ir vaziyatda yordam so'rab murojaat qilyapman. Ushbu suratdagi odam mening akam bo'ladi. Akam 33 yoshda, u 1 yildan beri jigar kasalligi, ya'ni jigar sirrozi bilan kurashib kelmoqda. Hozir ahvoli tobora og'irlashib bormoqda. Unga jiddiy davolanish, ya'ni jigar transplantatsiyasi, ya'ni jigar operatsiyasi kerak bo'lib turibdi. Men bu gaplarni shunchaki aytib chiqayotganim yo'q. Bu yerda akamni 18-19 avgust kunlari so'nggi analizlari va o'zi xulosalari bor. Qon tahlillarida, yana ham soddaroq aytadigan bo'lsam, qon tahlilida akamning gemoglobini 105 chiqqan. Sog'lom erkaklarda bu ko'rsatkich taxminan 130 yoki undan yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni akamda hozirda kam qonlik ham bor. Trombitsidlari ham 115 chiqqan. Me'yori esa 180-320 bo'lishi kerak. Bu esa juda ham past ko'rsatkich hisoblanadi. Hozirda taloqlari ham 18.9 mm, ya'ni salkam 19 cm ga kattalashgan. Holbuki normal insonlarda, sog'lom insonlarda bu 10-12 cm gacha bo'lishi kerak ekan taloq. Tekshiruvlarda portal vena ham kengaygani ko'rsatilyapti. Bular jigar sirrozi bilan bog'liq portal gipertenziya borligini ham ko'rsatmoqda. Lekin hozirda bizni eng xavotirga solayotgan, eng qo'rqitayotgan narsa akamning qornida ko'p miqdorda suyuqlik yig'ilib qolayotganligi va qorini shishayotgani. O'zi xulosalarida qorin bo'shlig'ida taxminan 3,4-3,6, ya'ni 3,5 litrdan ortiq suyuqlik bor, ya'ni atsid borligi yozilgan. Tasavvur qiling, oddiy insonning qornida 3,5 litrdan ziyod suyuqlik yig'ilgan. Bu esa kunigacha akamning o'sha qornidan olingan o'sha suyuqlik bu tez takrorlanib turibdi. Bundan tashqari o'pka atrofida ham 300-400 ml atrofida suyuqlik aniqlangan. Akam hali 33 yoshda, oilada bitta o'g'il, oila boquvchisi hisoblanadi. O'zi biz oilada 2 ta farzandmiz, akam va men. Onam esa yolg'iz ona. Dadam bilan yoshligimizda ajrashib ketishgan. Dadamdan umuman xabar yo'q, hech gaplashmaymiz yoshligimizdan beri.